Marhamat, burgeringiz. Rahmat. Kechirasiz, mayonez topsizlar-ku bunga. Men diyetadaman deb mayonez yemayman. Ha, bu xos to'g'rilaymiz, xos. Marhamat, mayonezsiz burgeringiz. Rahmat. Kechirasiz, men bu pomidor ham topsizlar. Shuni po'stlog'ini ham olib tashlab, olib kelib bera olasizmi? Bu hazm bo'lmaydi, yosh qizanda. Hozir es qilamiz. Marhamat, pomidor po'stlog'isiz, mayonezsiz burgeringiz. Rahmat. To'xtang. Men bu qizil piyoz solar ekansizlar-ku. Aha. Shuni oq piyoz qilib bering. Hozir. Kechirasiz, rais burger shef povurimiz aytdilar. Bizani rais burgerga bunaqa mazani, vkusni tushunadigan nozitab odamlar anchadan beri kelmayotdi. Shuning uchun ularga syurprizimiz bor dedilar, yo'q demasangiz. Mayli. Uning uchun faqat ko'zingizni boylashimizga to'g'ri keladi. Mayli. Marhamat. Marhamat. Bu nima? Shef povurimiz aytdilar, qo'yni nozu gurmanimizni qo'yni ko'chasiga qo'tir jo'masho dedilar. O'zi xohlagancha pishirib olsin dedilar. Marhamat, osh bo'lsin.